Nima bo'ldi Hisagi? Nimaga meni chaqirdi? Men bilan gaplashmoqchimiding? Kapitan Towson. Iltimos, meni lavozimdan chiqaring. Sababini bilishni xohlardim. Kecha mashqdagi xatolik tufayli bo'lsa, xavotirlanma. Hamma noldan boshlaydi. Bu boshqasi. Men xato qilganim yoki ehtiyotkor bo'lganim uchun orqam bilan yiqilmadim. Men qo'rqib ketgandim. Qadim-qadimda haqiqiy dunyoga mashq qilishga borganimda o'zimni, o'ng ko'zimni yaraladim. O'shanda bu chandiqlarni oldim. Hatto qilichimni olganimda, dushmanning yuziga qaraganimda ham men har doim o'zimdan shubhalanaman. Kapitan Towson, men kurashishdan qo'rqaman. Kurashishdan qo'rqasanmi? Ayni shuning uchun seni tushirishimni xohlayapsanmi? Jangchi uchun kuch emas, kurashishdan qo'rqadigan yuragi muhimdir. Yurak qo'rqayotgan bo'lsa, to'g'ri. Hatto men ham jangdan qo'rqaman. Sizmi, kapitan Towson? Ko'r bo'la turib, nimaga jangdan qo'rqmayman? Qilichni olganingda, yana bitta qadam qo'yganingda qo'rquvni sezasan. Ayni shu qo'rquv qilichini chiqarib, jangda qo'rqayotganlarga qarshi kurashishga majburlaydi. O'z qilichlaridan qo'rqmaydigan insonlar jangda qatnashishga haqqi yo'q. Hisagi, agar haqiqatdan ham jangdan qo'rqsang, senda boshqa jangchilarda yo'q narsa mavjuddir. Men tushunmayapman, kapitan Towson. Bu axir sizni so'zlaringiz-ku. Bo'lmasa nimaga bu kuch uchun hammasini tashladingiz? Endi nimadan qo'rqyapsiz? Kapitan Towson. Qo'rqaman. Oxirgi 100 yil ichida oddiy shinigami bo'lib, sizlardan biri bo'lib o'lib ketishdan qo'rqdim.